Assalomu alaykum azizlar. O'sha gigant darvozamizdan bitib bo'ldi. Mana kraskalari, qanotlari tayyor holatda. Darvozamiz ideal holatda chiqdi. Darvozamizga matviy lahlarni sepganmiz. Lak qurigandan keyin o'zgaradi, matviy holatga keladi shu. Hozir lak yangi sepilgan hisobiga yaltirlab turibdi. Garaj eshigimiz bu. Katta qanotimiz garaj eshik. Darvozamizning kalitkasi 2 qanotli bo'lgan, kattaligi hisobiga kalitka. Darvozamiz razmeri eniga 7 metr, balandligi 4.10 bo'lgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa o'rmagan holatda ham obzorni qilamiz. Sog' bo'lasizlar.